hozir men Munis opa yo'q gapirmang deyapti, bunaqa narsalarni gapirib o'tish kerak. Короче, hozir turfirmadan aldanib qolgan bolaga Munis opa o'zini yonidan Madinada, Makkada gostinitsa qilib berdi. Представляете? Gostinitsa bilasizlar, hozir ajiotaj, odam ko'p, gostinitsada joy yo'q. 2 soat u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa peripiska qilib joylashtirdik. Biram xursand bo'lib ketdim, ishonasizlar, faqat bu ish bitguncha qo'llarim qaltirab ketdi. Munis opa farzandimni duo qilib qo'ysa bo'ldi deb rosa harakat qilib gostinitsa topib joylashtirdik. Boje moy, men o'zimdan kundan kunga faxrlanib ketyapman, chestno. Boje, shunaqa yaxshi ishlar, yaxshi kunlar ko'proq bo'lsin deb biram xursand bo'ldim. Kommentariyada Munis opaga rahmat deb qo'yinglar. Iltimos. Shunaqa harakat qilib men yordam bering shu bolaga deb o'zi joylashtirdi Madinada, Makkada. Onalari hojoni ekan, u akamizni shunaqa duo qildi, ishonasizlarmi? Shunaqa duo qildi onasi. Menga telefon qilib duo qildi. Menga emas dedim, Munis opaga duo qiling dedim, голосовойlar jo'natib shunaqa duo qildi onasi. U bola ham juda ham qattiq minnatdor bo'lib, men aytdim Munis opani farzandini, xo'jayinlarini duo qilib qo'yinglar dedim, duo qilib qo'yishdi. Shunaqa ishlarga qo'shilganimdan juda ham mamnunman. Blin, shunaqa ro'za Ramazon kunlari shunaqa yaxshi ishlar bo'lyapti. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Umraga borayotganinglarda adashmanglar, turfirma tanlashgan. Adashmanglar, shunaqa xoruzor bo'lasizlar. 3 kundan beri ko'chada, 3 kundan beri resepsiyonda yotgan ekan bechora bola. Munis opa shunday qilib bir pasda bitirib yubordi hamma ishni. Tan berib qo'ydim bu xotinga realni. Adashmanglar, odamlarda anaqa insof qolmadi umuman, вообще я в шоке. Umrada ham aldaydimi odamlarni deylar? Umrada ham aldaydimi? Tavba.